Mi boshda Itador nomli yigit bir noma'lum joyda edi. U boshda hech narsani eslamadi, lekin uni oldidagi odam uni o'limga mahkum qilinganligini aytdi. Sababi uning ichida dunyodagi eng kuchli va dahshatli la'natli sukuni bor. Agar Itador ichidagi maxluqqa boshqara olmasa, u ichidan chiqib dajjal butun dunyoni ham yo'q qilib yuborishi mumkin. Keling unda aynan boshda nima bo'lganini ko'rib chiqamiz. Bosh qahramon Itador Yujini dadasi kasal bo'lib qolgan. U hatto yaqinda o'lish ehtimoli ham bor. Yujini dadasi uni ko'rishayotgani uchun u ertaga o'zi borib ko'rishadigan bo'ldi. O'sha kuni kechasi Fujiguro Megumi ismli yigit la'natlangan tumorni olgani keldi, lekin o'ziga qarasa unda hech qanaqa tumor yo'q. Bu ish Megumiga topshirilgani uchun endi u buni yeri tegidan bo'lsa ham topish kerak. Ertasi kuni Yuji do'stlari bilan maktabda edi va aynan shu vaqtda maktabga Megumi ham keldi. Va bu maktabda la'natlar borligini payqab qoldi. Maktab Itador rostdan juda kuchli ekan, hatto u bemalol o'qituvchilarni ham yutib qo'ya qoldi. Yujini qiladigan ishlar borligi uchun u bu yoqdan ketdi va Megumi unda la'natlangan narsa borligini sezib qoldi. Lekin Megumi unga yetolmadi. Manimcha Yuji qilishi uzoq qarindoshi bo'lsa kerak. Yuji gulolab kasalxonaga keldi. Uni dadasi uni ma'rifasi bo'lgani uchun oxirgi gaplarini aytdi, ya'ni Yuji, sen kuchlisan, sen odamlarga yordam ber. Va shu bilan u o'ldi. Va kechganda Megumi amallar Yujini yoniga keldi. Va undan la'natlangan tumorni so'radi, ammo la'natlangan tumor Yujidan emas, uni o'rtoqlarida ekan. Uni tumor ochdi va uning ichida bitta qizil barmoqni ko'rishdi. Va ularga boshqa la'natlar hujum qilishni boshladi. Yuji bilan Megumi uyiga shoshilishdi. Yuji o'rtoqlari la'natga duchor bo'lganini Megumi bildi va Yujini tashlab ketdi. Sababi Yuji kirsa o'tda o'lib ketishi mumkin. Megumi ichkarida o'zining texnikasini ishlatdi, ularni qutqarmoqchi bo'ldi, lekin ularni qurshab olgandan keyin bu unchalik darajada oddiy narsa emas. Yujini qattiq qilib bu joyga kelgan edi va bu ham yaxshilikka bo'ldi, ularni ikkalasi ham qutqarib oldi. Ular endi bundan xursand bo'lib turishdi, lekin xursandchilik unchalik uzoqga cho'zilmadi. Boshqa la'nat Megumi bilan urushdi va Megumi bundan ancha zarar ko'rdi. Yuji yana qadlari durqchi bunga yordam bermoqchi bo'ldi va unga ham bu ancha qiyin qildi. Va ayni paytda Yujini kuchaytirgani uchun Yuji la'natli tumorni yutib oldi. Va endi Yujini tarafga yo'ning sukuni ismli la'nat kirib bordi. Keyin oldidagi maxluqqa bitta qo'lida yengib qo'ya qoldi. Mana endi butun dunyoning la'nat qaytib keldi. U juda ko'pchilikni o'ldirishni niyatlagan edi, lekin Yuji o'zini tanasini o'zi boshqarishga harakat qildi. Bu joyda juda ko'p chalkashlik bo'lib ketdi va ayni vaqtda video boshida chiqqan sehrgar Gojo Satoru keldi. Gojo Yujining ichida o'sha la'nat sukuni borligini bilgandan keyin uni qanchalik boshqara olishini tekshirmoqchi bo'lib, u bilan jang ko'rdi. Ammo sukunada hozircha bor-yo'g'i bitta dona daro bo'lgani uchun u umuman Gojoga qarshilik qila olmadi. Mana endi tushunishimiz mumkinki, hozir Yuji bemalol sukunani nazorat qila olyapti. Megumi Gojodan Yujini tirik qolish uchun qo'lidan kelgancha harakat qilishni iltimos qildi. Mana endi u bugun va'dasini bajardi. To'g'ri, Yuji o'lishardi, lekin buni kechirish mumkin. Ya'ni u sukunani hamma barmoqlari, ya'ni 20 barmog'ini yegandan keyin u bemalol o'lishi mumkin. Lekin Yuji uni qabul qilmasa, uni hozir o'ldirishadi. Men taxmin qila olaman. Juda ko'pchiliklar hozirda chiqayotgan yangidan nimalarni yomonliklar bilan kechirib ko'ryapsizlar. Sizlarga yangilik bor. Sizlarga yaxshi beradigan tavsiyam bu aniqlab platformasi. Qanaqadir g'ira-shira ovozdan ko'rgandan ko'ra maza qilib aniqlada ko'rsangiz bo'ladi. Yuji albatta keyinroq o'lishladi va ikkinchi barmog'ini yedi, ammo sukuna yana tashqariga chiqib ketadi. Mana endi bundan keyin Yuji Tokiodagi sehrgarlar kollejiga boradigan bo'ldi. U kollej hamma topolmasligi uchun bu shahar chetida joylashgan.
Lekin bu joy ko'proq maktabga emas, ibodatxonalarga o'xshab ketadi. Yo'lda ketayotganda Sukun og'zini chiqarib, Gojoga masalab bir kun kelib o'ldiraman deb aytdi. Ma'lum bo'lishicha, Sukun o'z vaqtida eng kuchli bo'lgan ekan va hech qanaqa sehrga unga qarshi chiqolmagan. Yuji qiziqib Gojodan qaysi biriga eng kuchlisi, Sukunami yoki sizmi deb so'radi. Gojo ozgina o'ylanib, albatta men aytaman deb javob berdi. Kollejga kirish uchun avval direktor bilan gaplashish kerak, ya'ni Masamichi Yaga. Lekin u hozir qo'g'irchoq kiyib o'tiribdi. Yaga oldin Yujini maqsadlarini bilmoqchi bo'ldi. Yuji bu paytda dadamning ikki vasiyatlarini bajarishim kerak deb aytdi. Lekin Yaga undan o'zi kutgan javob olmagungacha tinmasdan qo'g'irchoq bilan urushtirdi. Qo'g'irchoq ham muncha-munchani o'ylamas ekan, bosh qahramonni o'ldirib qo'yishga ozgina qoldi. Yuji qo'g'irchoqni oldi va u mardonavor gapirdi, ya'ni men qanaqa bo'lishimni bilmayman, lekin bu menga qiziq emas. Shuning uchun uni o'lishdan qat'iy nazar shunchaki odamlarga yordam berishga harakat qiladi. Endi tabriklashsa bo'ladi, u ham nihoyat 9 yil o'qib kollejga kira oldi. Xullas, xonalarga joylasha oldi. Endi ertadan ishlarimizga jiddiy qaraymiz. Endi ularga yana bitta qiz qo'shiladi. Uning ismi Kugisaki Nobara. Va tabriklashsa bo'ladi, Yujida ijodkorlarning kiyimi bor. Uni Tokioga boradigan bo'lishdi, lekin bu joyga emas, bu joyga. Qishloq aholisini masxara qilish bo'ldi bu. Nobara Yujiga baroq yegan ishdan keyin undan 1 metr uzoqda yuradigan bo'ldi. Ichkari faqat Nobara bilan Yuji kiradigan bo'ldi, sababi Megumining ahvoli hozir uncha yaxshi emas. Yuji Gojodan vaqtinchaga oddiyroq qurol olib turdi. Ichkarida Nobara Yujiga qurol so'masdan ajralishni taklif qilib, ajralib ketdi. Yuji ham qo'lidagi qurol bilan bemalol la'natni yo'qotib tashladi. La'natni doimo faqat maxluq ko'rinishda bo'lmaydi, hatto ular manekeni ham bo'la olgan. Nobara o'zini kuchi bilan la'nat yo'q qildi, lekin boshqa la'nat bitta bolani asirga oldi. Nobara taslim bo'lishga qaror qilgan edi, lekin vaqtida Yuji devorni teshib kelib yordam berdi. Boshqa la'nat qochib ketayotgan edi, lekin Kugisaki o'zini texnikasi bilan uni o'ldirdi. Bizga uni o'tmishini ko'rsatishdi. U kichkina bo'lganida Saori ismli qiz qishloqqa ko'chib kelgan. Lekin u qancha mehribon bo'lmasin, qishloqdagilar uni umuman yoqtirmas edi. Saori bundan keyin qishloqdan ketdi, lekin Nobara bundan juda ham xafa bo'ldi. Mana ishim bitdi, endi bo'lsa navbat ovqatlanishga. Megumi bu paytda bu videoga komment yozish bilan ovora, shuning uchun siz ham yozib qo'ying. Oradan bir necha kun o'tdi. To'g'ri, ularni bilishimiz oson edi, lekin bu narsa hozir jiddiyroq. Sababi bu joy ichidagi la'nat hatto maxsus darajada bo'lishi ham mumkin. Ma'lumot uchun maxsus darajadagi bu la'natlarni eng kuchlilardan degani. Gojo xizmat safariga ketgani uchun ularni faqatgina uchalasi kira oladi. Ijichi ismli ko'zoynakli odam bu joyga parda qo'ydi, sababi agar parda bo'lsa tashqaridagi odamlarga va boshqa narsalarga zarar yetmaydi. Ular ichkariga kirib ketishdi va eshik birdan yopilib qoldi. Keyin sekin ichkariga kirib borishdi. Yuji o'lik jasadlarni tashqariga olib chiqmoqchi bo'ldi, lekin Megumi unga qarshilik qildi va ayni vaqtda la'natdan sekingina kirib kela oldi. Yuji Megumiga ketish kerakligini aytdi, sababi u la'natni o'zi ushlab turmoqchi bo'ldi. Bu Yujining iltimos bo'lgani uchun Megumi rozi bo'lib ketdi. Yuji yolg'iz bo'lgani uchun va juda ham kuchsiz bo'lgani uchun u la'natga umuman hatto qarshilik ham qila olmadi. Mana oxirida Megumi Yujiga hammani qutqargani haqida xabar berdi. Endi o'zi Yuji Sukuna bilan tanasini almashtirdi. Boshqa Sukuna oldidagi la'nat bilan Megumiga hujum qilmoqchi bo'ldi, lekin bu reja o'xshamay qoldi. Va Sukuna bu la'nat bilan jang qilib, oxirida hududini kengaytirib, bu la'natni sochib tashladi.
Va u barmog'ini olib sekingina Megumining yoniga suravora qoldi. Sukuni bu joyda bor yo'g'i o'yin qilish qoladi va Yujining yuragini tanasidan sug'urib oldi. Megumi Sukuning yonida qanchalik kuchsiz bo'lishiga qaramay u bilan qo'lidan kelgancha jang qildi. Albatta bu jangda Sukuning kuchi 100% aniq bo'lib turgandi. Megumi oxirida hali o'zi ham to'liq nazoratga olmagan texnikasini ishlatmoqchi bo'lib turgandi. Lekin Yujin o'zi Megumining gaplaridan keyin sekingina o'zini tanasini o'zi boshqara oldi. Lekin uning yuragiga bo'lgani sababli baxtli hayot kechirganida bu dunyodan ko'z yumdi. Ertasi kuni esa bir to'da la'natlar shaharda bemalol yurishgan edi. Eslatib o'taman, la'natlarni odamlar ko'rolmaydi, shuning uchun ular bemalol yurolmaydi. Ammo sehrgarlar va ichidagi la'natini boshqaruvchilar ko'rishi mumkin. Aynan hozirgi paytda Yuji Morteda va Yuji unga eshitgan Gojo judayam jahli chiqib turgan edi. Bu joyga Shoko yordam keldi va u Yujining tanasini tekshirib ko'rmoqchi edi. Uni do'stlari bu narsadan xafa edi, buni bildirishmasa ham. Bu joyga birdan Makining kelib, cho'ta xafa o'tiribdilarmi dedi. Maki va Panda kelib, kecha ularni she'rga o'lganligini aytdi. To'xtab, Panda xulosaki qanchalik katta xato qilganini o'zi tushunib yetdi. Bu kollej albatta o'quvchilar ko'p va bulardan Makining va asosan la'natlangan qurollar bilan jang qiladi. Maki u aslida juda kam gapiradi, asosan faqat baliqlar haqida gapiradi. Chunki uni kuchi ovozida. Va Panda uni ham jang qilishi oz-moz biladi. Yaqinda ularda uchrashuv bo'lib o'tarkan. Aynan hozir paytda la'natlar restoranda ovqat yeb o'tirishganda. Va keyingi ko'rsatmaga la'natli ichi bo'yicha ularda ikkita reja bor. Birinchisi Gojoni yo'q qilish, ikkinchisi bo'lsa Yujining o'ziga olib Sukunani qaytarish. Siz Yuji o'lgan deyishingiz mumkin edi, lekin bu joyda nimadir bor. Xavotir olmaymiz, Yuji hozir tirik, faqatgina Sukunani hududining ichida. Yuji boshda u bilan jang qilib uni yutmoqchi bo'ldi, lekin bu befoydaligi aniq edi. Va Sukuna Yuji bilan bitim tuzmoqchi bo'ldi. Lekin Yuji unga qarshi chiqmoqchi bo'ldi va agar uni yutolsang, bemalol hamma shartingga roziman dedi. Yuji yana tirildi, hamma shokda. Gojoni qaytgani bilan tabrikladi va bundan u judayam xursand edi. Gojoni hammaga birdan Yuji do'stilar yana qaytib keldi deyish o'rniga boshqacha reja o'ylab qo'ydi. Bu paytda konfident la'natlar Sakura Gojoni yo'q qilish yo'lini o'ylashayotgan edi. Bu paytda ofitsiantlar lavashi skitida beramiz o'tganda Jogo ismli vulqon boshlanadi o'tiga hamma odamlarni olovda yoqib tashladi. Va oxirida u Sakura Gojoni o'zini o'ldiraman deb aytdi. Hozirgi paytda o'quvchilar mashq qilishayotgan edi. Hozirda Yuji tirikligi yetilmagan sababli Gojoni shaxsan o'zi uni ustoz biladi. Gojoni ichi bo'yicha la'natlangan texnikalar faqatgina odam o'zini tug'ilgan paytidagina bo'lar ekan. Ya'ni masalan tug'ilganda qanaqadir maygagina qobiliyati bo'lsa, kelajakda yana qo'shimcha qobiliyatlar o'zidan o'zi ololmaydi. Masalan, agar sehr haqida gapiradigan bo'lsak, bu asosan u odam o'zini talantiga bog'liq. Gojoni Yujiga judayam qiyin mashqlar bilan mashq qildiradi. Ya'ni har xil turdagi filmlar bilan. Bu mashqlarga sababi Yuji doim hissiyotlarini bitta joyda ushlab turishni o'rganishi kerak. Agar u bitta joyda ushlolmasa, bu uni Yuji hozir filmlarga berilib ketdi va Gojonga xalaqit bermaslik uchun sekingina ketib bora qoldi. Gojo yo'lda bir narsani sezib to'xtadi va u joyda birdan vulqon kalli Jogo kelib qoldi. Boshida Jogo unga juda ko'p zarbalar berdi, lekin ulardan daji bittasi ham unga ta'sir qilmadi. Keyin Gojo ozgina to'xtab, buni muhokama qilmoqchi bo'ldi. Gojoning asosiy texnikasi bu cheksizlik ekan, ya'ni hech kim unga tega olmas ekan. Va Gojo bu paytdan foydalanib uni yaxshilab urib tashlab, keyin oxirida uzoqqa tepib oldi. Va yana bir texnikasi qism bilan unga zarba berdi.
Rahmat hammaga shu joygacha kuzatganingiz uchun. Keyin qochib ketishga shoshilmaydilar. Videoning davomi allaqachon bor va boshqa kanalda chiqqan.